Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, navbatdagi juma suhbati ko'rsatuvimizning mehmoni Toshkent shahar Yashnobod tumanidagi Dorul Islom jome masjidi imom xatibi Muxtorjon domla Abdullayev bo'ladilar. Assalomu alaykum domla. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun ko'rsatuvimizni ko'rib turganimizdan g'oyat mamnunmiz. Domla bugun yo'l odoblari, yo'lda harakatlanish qoidalari borasida suhbatlashamiz. Dastavval yo'llardan foydalanish odob va mas'uliyatning bir qismi deyilishining ma'no va hikmatlari nimalardan iborat? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taologa cheksiz shukrlarimiz bo'lsin. Siz bilan bizni Hazrati Odamga avlod, janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ummat qilib yaratganligiga, bu musulmonlarda musulmonligining fazilati benihoyaki, har bir hayotni jabhasida ro'para keladigan masalalarni yechimi Qur'oni Karim va hadis sharif orqali bizlarni hayotimiz tartiblangan. Qaysi bir musulmon o'sha dinini ko'rsatmasiga muvofiq hayot kechiradigan bo'lsa, hech qanday birovlarga ozor yetmaydi, o'zi ham ozor topmaydi. Endi bu yo'l qoidalari to'g'risida to'xtalar ekanmiz. Har bir inson yo'lga chiqadi. Uyidan ishxonasiga qarab yo'l olishligi, yoyinki do'stu birodarlarni ziyoratlariga yo'l olishligi, yoyinki qavmi qarindoshlarni to'y va ma'rakalarga ishtirok etishlik maqsadida yo'lga chiqishligi bor. Endi yo'lga chiqqandan keyin eson omon yetib borishligi va boshqalardan ham zarar ko'rmasligi va boshqalarga ham o'sha yo'l mobaynida, harakat mobaynida zarar yetkazmasliklari lozim bo'ladi. Alhamdulillah, dinimizda bularni bir chiroyli holatda bayonotlari bor. Shu safarga chiqishda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom o'rgatgan duolari bor. Aynan shu duoni bir eslatib o'tsangiz va uning ma'nosi haqida qisqacha sharh berib o'tsangiz. Albatta, Allohga beadad shukrlarimiz bo'lsinki, yuqorida aytib o'tganimizdek, Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bizlarga har bir jabhada nasihatlari va ko'rsatmalari bor. Jumladan yo'lga chiquvchi inson ham Alloh taologa yuzlanadi. Bandai mo'min bo'lgandan keyin mo'minni har bir ishda qilmishi Alloh taoloning izni, Alloh taoloning yordami bilan bo'ladi. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha yo'lga chiqishlarini oldilarida duo qilardilar. Allohim bu safarimizni xayrli qilgin, omonlikda qilgin, eson omon yetib borishligimiz nasib aylagin deb duo qilardilar. Allohim bu safarda sen bizga hamrohsan, sohibsan va ahlimizga esa xalifasan, ya'ni ahlimizni, o'zimizni, xalqimizni ta'bir bilan aytganda Allohga omonat qildim deymiz. O'sha so'zni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiroyli aytganlarki, bizga sen safarda sohibsan, ahlimizga xalifasan, ya'ni ahlimizni senga omonat qilib topshirdik deb duo qilardilar va yo'lga chiqar edilar. Va jumladan o'sha safar mobaynida bir xatolarni, yomonliklarni ko'rsatmagin bizga. Yomonliklardan ham panoh bergin. Uzog'imizni yaqin qilgin degan mazmunda bir duo qilib yo'lga chiqar edilar. Hozirgi kunimizda ko'pchilik mana shu narsaga, duoga bee'tibor bo'lib qolingan. Alhamdulillah, to'qlik juda ham bisyor. Alhamdulillah, xalqni egni bo'd, qorni to'q, lekin Xudoga duolari kamayib qolgan. Demak, mo'min musulmon odam yo'lga chiqayotgan chog'da albatta Allohga o'zini topshirib, Allohim bu safarimizdan ko'zlangan maqsadimizni o'zing hosil qilgin, omonlikda yetib boraylik va ko'zlangan maqsadimizni hosil bo'lishligida o'zing yordamchi bo'lgin. Yuqorida aytib o'tganimizdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning duolari o'laroq oilamizni senga omonat qildik, molimiz, jonimiz senga omonat va o'zing panohingda asrab, o'zing qo'llab-quvvatlagin deb turib duo qilishlar kamayib qolgan. Shuning uchun tavsiyamiz, dinimizning tavsiyasi, janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'gitlaridan voqif bo'ladigan bo'lsak, xabardor bo'ladigan bo'lsak, omonlik bilan yo'lga chiqib, omonlik bilan manzilga yetadigan bo'lsak va albatta omonlik bilan manzildan uyimizga qaytib keladigan bo'lsak, bu juda go'zal ishda. Domla, mana har bitta narsani dinimizda, umuman olganda ijtimoiy hayotimizda o'zini tartib qoidasi, qonuni bor-da. Shunga ko'ra yo'l harakati tartib qoidalariga amal qilish dinimiz ko'rsatmasiga binoan qanday amal hisoblanadi? Yo'l harakat qoidalarini Qur'onda so'zma-so'z bayon qilinmagan bo'lsa-da, ammo lekin Alloh taolaning oyatlari borki, Sura-i Nisoni 59-oyatida marhamat qilganki, Atiullohi va atiur rasul va ulil amri minkum. Allohga va Allohning rasuliga
va ish boshlaringizga, rahbarlaringizga itoat qiling degan Allohning oyati bor. Demak, mana bu oyatdan ko'rinib turadiki, siz bilan biz jamiyatda yashab turgan ekanmiz. Jamiyatning o'zini ustuvor qonunlari bor. O'sha yo'l harakati qonuni bo'lsa, o'sha yo'l harakati qonuniga itoat qilmoqligimiz vojib bo'ladi-da. Unda faqat ko'zlangan maqsad bizlarni manfaatimiz xolos. Meni bir ish ajabga solgan, shu haydovchilikka o'qiyotgan vaqtimizda ustozimiz tomonidan bir savol bo'lgan. Mana millionlab kilometr yo'llarga qarama-qarshi yo'lni o'rtasida to'sib turadigan to'siqlar bor. Shu nima uchun qo'yiladi deganda, hayron bo'lganmiz, endi nima uchun qo'yilishligini anglab yetmaganmiz. Keyin o'zlari izoh qilganlarki, bitta bo'lsa ham odamni jonini saqlab qolishlik uchun. Agar yo'lning o'rtasida to'siq bo'lmasa, qarama-qarshi kelayotgan, harakatlanayotgan ulovlar bir-biri bilan ro'para-ro'pa urushadigan bo'lsa, bir qancha odam halok bo'ladi-da. Demak, qarangki, uni evazida qancha xarajat bor. O'sha millionlab kilometr yo'llarni o'rtalarini ajratib turadigan beton to'siq devorlar qilinadigan bo'lsa, u faqat xarajat talab qilinadi, mablag' talab qilinadi. U mablag' nima uchun qilinyapti desa, odam bolasini jonini saqlamoqlik uchun. Demak, shundoq ekan, inson odam bolasini yoki fuqaroni jonini saqlab qolishlik uchun davlat mutasaddilari, rahbarlari, mas'ullari harakat qilayotgandan keyin fuqaro ham o'zini jonini o'zi yoki ro'parasidagi kimsani jonini ehtiyot qilishligi lozim bo'ladi-da. Umuman yo'lda yurganimizda turli ozor beruvchi narsalarga duch kelib qolishimiz mumkin. Dinimizda shu yo'lda uchragan ozor beradigan narsalarni olib tashlasa, unga qanday ajr va savob mukofotlar beriladi va yo'l harakati qoidasini buzgan insonni bu qanday zararlar kutib turibdi, shular haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlarki, iymon 60 nechta yoki 70 nechta bo'lakdan iboratdir dedilar. Uning avvali afzali iymondir. La ilaha illallohdir dedilar. Va uni quyisi, adinosi yo'lda turgan odamlarga zarar yetkazadigan narsalarni olib tashlamoqlikdir dedilarda va hayo iymondandir deb so'zlarini nihoya qildilar. Demak, dinimizni ko'rsatmasi o'laroq yo'lda turgan shox-shabbadir, tikondir, toshdir, shu narsalarni olib qo'ymoqlik iymonni bir bo'lagi ekan. Uni o'sha yo'lda turgan odamlarga ozor yetkazadigan narsa, u tikon bo'lsin, u shox-shabba bo'lsin, u tosh bo'lsin, u shisha sinig'i bo'lsin, albatta u nima? Iymonni bir bo'lagi ekan. Endi uni olib tashlaganga bir qancha ajrlar bor. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, bir kishi yo'lda ketayotgandilar. Yo'lda turgan odamlar ozor topadigan narsani ko'rib qoldilar va haligini yo'ldan olib tashladi. Alloh taolo o'sha odamlarga ozor yetkazadigan narsani yo'ldan olib tashlaganligi uchun uni nomai amalidagi gunohlarni o'chirdi dedilar. Demak, qarangki, dinimizni, Allohning mehribonligini ko'ringki, yo'lda turgan bir shox-shabbadir, o'tindir, tikondir, shisha siniqdir, o'sha yo'ldagi turgan odamlar ozor chekmasin deb turib, odamlarni tashvishini qilib, o'zgalarni g'amini yeb turib, yo'ldan tozalanadigan bo'lsa, Alloh taolo bandani nomai amallardagi gunohlardan tozalashligi bor ekan. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu ko'rsatmalarini hozirgi kundagi kimsalar anglab yetganda edi, juda ham go'zal ish bo'lar edi. Ming afsuslar bilan keltirib o'tamiz. Endi yo'lning o'rtasida turgan odamlarga ozor yetkazishligi mumkin bo'lgan narsalarni olib tashlashlikka Alloh taolo gunohlarni o'chirishligi, darajasini ulug' qilishligi bo'lsa, ming afsuslarki, hozirgi kunimizda ko'p ma'naviyatsiz, shu iymonni fazilatidan bexabar, savobdan bexabar yoinki o'zini yo'qotib dinini unutgan kimsalarni ko'ramizki, katta-katta ko'chalarning o'rtalariga yo'l yo'lakay pista chaqib keladi. Bir idish bilan shu chorrahaga kelgandan keyin yo'l chetiga uloqtirib ketayotganini. Yoki har xil yelim idishdagi suvlar chiqqan. Mana oldimiz yoz, suv ichadi, suv ichib turib shunda oynasidan otib borayotganini ko'rasiz. Yoki mevani yeb turib, bananmi, olmami bir mevani yeydida po'chog'ini shunda derazadan uloqtirib, mashinani oynasidan uloqtirib, xotirjam ketayotganini ko'rib turib vijdoningiz qiynaladi. Endi u yo'lni tozalashlik savob bo'lsa, yo'lni axlat qilishlik nima deysiz endi? Albatta u odam o'zi bilmagan holatda nomai amallariga gunohlar yozib qo'yayotganini bilmayapti.
ming afsuslar bo'lsin. Alhamdulillahki mana juma suhbatlarimizda shu narsalar yetkazilyapti. Xalqimiz shuni tushunib yetsa, inshaalloh yo'llarimizda bu qilinayotgan islohotlarga yordam bergan bo'lamizda. Alhamdulillah. Endi yuqorida aytib o'tdingiz, har bitta inson o'sha yo'ldagi dov daraxtmi, nimadir shox-shabbami, toshmidi, nimadir ozor beradigan narsalar bo'lsa, hammasini olib tashlab, insonlarga ko'proq o'sha yo'lda ravon yurishlari uchun harakat qilmog'i lozim ekan. Umuman bugungi jamiyatimizda shu insonlar yo'l harakati qoidasiga amal qilishini ma'naviy burchi qilib, o'ziga dasturul amal qilib olishi uchun qanday tavsiya va ko'rsatmalar bergan bo'lardingiz? Bir so'z Hazrat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak hadis shariflariki, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi dedilar. Musulmon kim? U shundoq kimsaki, uni qo'lidan va tilidan boshqa insonlar ozor chekmasa, o'sha musulmon dedilar-da. Demak, hozirgi kunimizda ko'p fuqarolarimiz, jamoatimiz, yurtimiz, hamshaharlarimizda shu musulmonlikni naqadar go'zal xulq egasi ekanligini tushunib yetmayapti. Musulmonlik nomi bor. Har bir jabhada o'sha yo'lda yurar ekanmiz, ko'ramiz. Ulovda ketayotganingizda ham ko'rasiz, piyodalar yo'lagidan o'tayotgan fuqarolarimizni. Juda xunuk holatni ifoda qilishadi. Quloqlariga quloqchin taqib olingan. Yo'lga qaramasdan sekin xotirjam o'tayotganini ko'rasiz. Yoki qo'lida telefon quloqiga tutib olgan, sekin ohista yurib bu yerdagi haydovchilarga g'alat qilayotganlarni, xalaqit qilayotganlarni ko'rasiz. Bularda hammasi bir so'z. O'sha yuqorida aytib o'tganimizdek dinimizni bilmaganlikdan va Alloh taolo siz bilan bizni ko'rib bilib turibdi. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalar bir ajoyib ulug' zot bo'lganlarda, keldilarda ya Rasululloh, menga bir nasihat qiling dedilar. Shunda janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, qayerda bo'lsang-da Allohdan qo'rqgin, Alloh ko'rib turganini his qilgin dedilar. Mana bu ulkan nasihatda. Ishxonada bo'ladimi u? Yo'lda ketayotgan holatda bo'ladimi u? Xo'p, masjidda bo'ladimi u? Rulda bo'ladimi, haydovchilik chorrahada bo'ladimi u? Qayerda bo'lsin Alloh taolo ko'rib turganligini his qilsa, uni mas'uliyati boshqa bo'lardi. O'sha piyodalar yo'lagidan o'tayotgan kimsa ro'parasida otasi turganini his qilsa, telefonda o'tmas edi. Telefonini yashirib, otani ko'rib turibdi, otadan hayiqadi, otani nasihati bor, bolam yo'ldan yurganingda birovga xalaqit qilmagin degan so'zlari bor. Endi otani ko'rib turib, ehtiyot bo'lib boshqalarga ham xalaqit qilmasdan zudlik bilan yo'lni bo'shatadimi? Endi Alloh ko'rib turganini his qilsa-chi? Alloh his qilganini ko'rib tursa, u boshqacha muomala bo'ladi. Chunki bizda xalqimizda bir achinarli holatlarimizdan yana birlari yosh yigitlarimizni pul sarflamasdan mashinaga o'tirib olganligi, ota-onasini davlatidan kelib chiqib, yo'l yurganda ham o'sha haddan tajovuz qilib, tezlikni oshirganliklari yoki yonidagi odamlarga xalaqit qilganliklarini ko'ramiz. Demak, mana bu musulmonga loyiq emas. Musulmonga loyig'i la zarara va la ziror dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. U o'zi ham zarar topmaydi, o'ziga ham zarar yetkazmaydi dedilar-da. Musulmon bo'lgandan keyin o'ziga ham zarar yetmasin va o'zgaga ham zarar yetmasin. O'sha musulmonni go'zali bo'ladi inshaalloh. Juda o'rinli eslatmani hozir aytib o'tdingiz. Yo'lda yurayotganda piyodalarni o'ziga xos odoblari borligini va undan tashqari avtoulov haydovchilarni ham o'ziga xos odoblari borligini aytib o'tdingiz. Ko'chada endi hammamiz o'ziga yarasha yo'l harakati ishtirokchisimiz, doimiy kundalik hayotimizda bu narsaga ro'baro kelamiz. Avtoulovda ketayotganda gohida o'zi 60 shahar ichida 60 tezlikda yurish kerak bo'lsa, ba'zilar o'ta shoshqaloqlik bilan orqangizdan ovoz kuchaytirgichlarni chiqazib, undan tashqari chiroq mayoqlarni yoqib yo'l ber deyshadi. O'zi yo'l juda ham torligi va avtoulovlarni juda ham qatnovi ko'pligini hisobiga qochishga imkon bo'lmaydi, lekin ular shoshqaloqligini yashirmasdan, balki yo'l berganingizdan keyin yo'l bermading degan qanaqadir jerkishlar bilan yo'lda shunaqa munosabatda bo'lib qolishadi. Shu shoshqaloqlarga dinimiz qanday qaraydi? Bularni misol uchun aynan yo'l harakatida betartib yurishi oqibatlari nimalardan iborat? Shular haqida ham gapirib bersangiz. Yana janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislariga murojaat qilamiz. Janobimiz aytadilarki,
Bosiqlik Allohdandir. Shoshilishlik shaytondandir deydi. Demak, o'sha yo'lda harakatlanar ekanmiz. O'sha harakatlanishlik mobaynida bosiqlik bilan Allohdan yordam so'rab, Allohning yordami bilan yuradigan bo'lsak, albatta manzilimizga beshikast yetib boramizda. Ammo lekin shoshqaloqlik bo'ladigan bo'lsa-chi desa, u shoshqaloqlikdan natija bo'lmaydi. O'sha yuqorida aytib o'tganingizdek, ayrimlar oldida turgan odamni shoshiltiradi. Shoshiltirishlikning natijasida oldidagi odam hayajon bilan bir noxushlikka ro'para bo'lishi mumkin-da. Falokatga uchrashi mumkin. Endi o'sha shoshiltirayotgan odam oldida turgan odamni ko'rish kerak-da kimligini. Yosh katta keksa zaruratan ko'chaga chiqqan bo'lib qoladi. Ko'p o'rinlarda ro'para kelamiz, shu oldidagi odamga shoshiltiradi. Haligi odam keksa odam bo'ladi, sal oldiga o'tib turib, ro'paralarga kelib, bir oyog'ing go'rda bo'lib qopti, uyda o'tirsang bo'lmaydimi degan o'dag'aylagan yoshlarni ham ko'rasizda. U yigitni kelajagini yo'qligidan-da. O'sha odamning nazaridan qolsa, aniq bir tashvish borda u yigitga. Kamolot emas, zavol borda. Uni o'ylamayapti ko'pchilik. Shu oldidagi maqsadga yetib olsa bo'ldi. Ertangi kun uchun yoshi ulg'ayishlik, qilayotgan kasbida kamol topishlik va umrini uzoq o'tkazishlik, qarishlik, keksayishlik degan narsalarni unutib qo'ydi. O'sha oldidagi odam sal vazminroq, yosh kattaroq odam ohista o'zini hisob kitobi bilan mumkin sog'ligi bezovta qilayotgandir. Qon bosimi ko'tarilib. Zaruratan yo'lga chiqqan u, ehtimol shifoxonaga ketayotgandir, o'sha ketayotganida. Orqasidan siqib borib, ovoz berib, chiroq mayoqlarini yoqib, qoch yo'ldan deb yoniga o'tib siqib haqorat qilishlikda u yaxshilik emasda. Albatta o'sha shaytondan-da. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, sizlarga nima yaxshilik yesa u Allohdan deydi. Agar sizlarga nima yomonlik yesa u o'zlaringdan deydi. Mo'min musulmon biz bilamizki, har ish Xudodan. Endi yaxshilik yetsa Allohdan, u yomonlik yesa bandani o'zidan degani nima degani desa, banda yomonlikka odat qilib oldimi? O'sha yomonligini orqasidan o'zini o'zi boshini yeydi. Haligi ko'za kunda emas, kunida sinadi degan gap bor u. Bir safar o'tib ketdi. Ikkinchi safar ham o'tib ketdi, uchinchi safar o'ta olmay qoladi-da. O'sha uni umriga zomin bo'lib qolishligi mumkin. Endi unga yetgan zarar u Allohdan emas endi. U o'zidan. U zararni o'zi sotib oldi yoki o'zi topib oldi yoki o'zi ushlab oldi-da. Gohida shu yo'l berdi turganlar, navbatdagi keladigan svetoforni oldida yonma-yon turib qolish holatlari bo'ladi. Hop, o'sha maqsadga bir ertaroq boray degan niyatda, lekin yo'l berdida, og'iz kuchaytirgich bilan sizga o'dag'ayladi. Xullas shunga holat, lekin keyingi svetoforda yonma-yon turasiz, vaqt qolsa, o'sha o'ng tarafda yo'l berib, siz ulardan ilgariroq borib qolishingiz mumkin. Lekin u maqsadi muddosiga erishmadi, lekin faqatgina qolgani shaytonning ketidan ergashgani qoldi. Boshqa hech bir natijasi bo'lmadi. Endi bundan tashqari domla, endi yo'l harakati bu ko'pchiliklarimizga ham qiziq bo'lishi mumkin. Ba'zida 60 yuradigan joylarimiz bor, 70 yuradigan joylarimiz bor. Asosiy chetda o'sha quvib o'tish mumkin bo'lgan yo'l qismini egallab olib, og'ir bosuvlik bilan 50 tezlikda boshqalarga yo'l bermasdan yurish holatlari bo'ladi. Ularga qanday tavsiya bergan bo'lardingiz? Bitta so'z o'sha, ma'naviyat yo'q. Dini yo'q demaymiz endi u odam. Dinni ta'limi yo'q, dinni ko'rsatmasi yo'q. Yuqorida aytib o'tdik bir qancha hadis shariflarni, Alloh taolaning oyatlaridan, ko'rsatmalarida bandalarga bir zarar yetkazishlik yo'q. Oyatda ham, misol uchun, Hazrat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tavsiyalarida ham shu, zarar yetkazish yo'q. Endi u o'sha turishda zarar yetkazyapti-da. Orqada bir qancha tirbandliklar bo'lib qolishligining sababi shu bo'lyapti-da. Bir so'z endi u kishiga, ma'naviyati yo'q odam u. Dinini ko'rsatmalaridan voqif bo'lmagan odam. Qaysi bir ma'noda gunohkor u. Negaki orqasida turgan odam aniq uni haqorat qiladi-da. Haqorat qilishligiga majbur qiladi. Majbur qilgandan keyin u gunohkor bo'lib qolyapti-da o'zi. Ixtiyor beixtiyor. Demak, ko'pchilikni jamoatning ichidamisan, jamoat hisobini ol. Juda ham to'g'ri. O'zing yolg'izmisan, o'zing bil. Masalan, shunaqa bir ajoyib so'zlar keladi. Men shunaqa ovqatni yaxshi ko'raman desa, o'zing pishir, o'zing ye deydi-da. Jamoat ichida bo'lgandan keyin jamoatga manzur bo'ladigan narsani hozirlash kerak. Katta ko'chaga chiqdimi, o'sha katta ko'chaning talabini bajarish kerak. Shunday. Chunki orqasidan kelayotgan, o'ngida ketayotgan, so'ngida ketayotgan odamlarni ham hisobini oladi.
bir davlat to'g'risida aytilgan edi. Bitta shofyor shu haydovchilikka o'qigan odam imtihonida sen nechta avtoulov haydaysan bir vaqtda o'zida degan savol berilsa 5 ta degan ekan. Maşallah. 5 ta avtoulov haydayman deganda qanday deganida oldimda ketayotgan avtoulovni, orqamda kelayotgan avtoulovni, o'ngimda va so'ngimdagi avtoulovlarni va o'zimnikini boshqaraman degan ekan. Juda to'g'ri gap. Agar shu imtihondan o'tsa chiqishga loyiqda o'zi aslida. Chunki oldingizda ketayotgan odam nima ahvoldaligini bilmaysiz. Mumkin yuragi siqib o'sha joyda to'xtab qolishi mumkin. Siz uni orqasidan borib ursangiz halokat u ham. Chapingizdagi yo'l so'rashligi mumkin. O'ngingizdagi yo'l so'rashligi mumkin. Orqangizdagi quvib o'tishi mumkin. Kimdir zarurati bor shoshyapti. Kimdir bemalol ketyapti. Demak, o'sha haydovchi rulga o'tirdimi, oldida va orqasi o'ng so'ngidagi odamni hisobini olib yuradi. Xotirjam bo'lishligi yoki hozirgi kunning illati bo'lgan telefondan foydalanib xotirjam bo'lib qolishga haqqi yo'qda. Bu o'sha qanchadir yo'l qoidalarini buzilishligiga, insonlarning umriga zomin bo'lishligiga sabab bo'lgandan keyin o'rganilib nima qildi? Taqiq qo'yildi. Shunday. Yo'lda ketayotgan haydovchi telefondan foydalanmasin. Nega desa, orqasida, oldida, o'ngda, chapda ketayotgan odamlar hisobini ololmay qoladi. Alal oqibat kimgadir katta zarar yetkazib qo'yadi. Kimnidir umriga zomin bo'lib qoladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, o'sha bir begunoh odamni o'ldirmoqlik gunohi butun borliqni yo'q qilgandan ko'ra og'irroqdir degan Allohning oyati bor. Demak, qarangki, o'zim uchun chiqdim, o'zim uchun ketyapman ekan emasda. Yo'lga chiqdimi, o'sha yo'lni talabini bajarishlik zimmasiga vojib ekanda. Shundoq qilsa, albatta o'zi ham, o'zgalar ham manziliga omonlik bilan yetib boradi inshaalloh. Albatta. Tashakkur domla, bu yo'l harakati qoidasiga amal qilish bugungi kunni dolzarb mavzusi sanaladi. Bu endi kundalik hayotimizda xohlaymizmi yo'qmi buni ishtirokchisiga aylanamiz va bundagi tartib qoidalariga so'zsiz amal qilishimiz lozim bo'ladi. Bu eshitganlarimizni umuman olganda yurtdoshlarimizni yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishlarini Alloh taolodan so'rab qolamiz va bu narsani amal qilish nafaqat bu hayotimiz uchun balki Alloh taoloning huzurida bir ajrlarga ega bo'lishimizga ham sabab bo'lishini unutmasligimiz lozim. Tashakkur domla, bugungi ko'rsatuvimizda mehmon bo'lib ishtirok etganingiz uchun, bugungi mavzuyimizni yoritib berganingiz uchun Alloh taolo sizdan rozi bo'lsin, ilmingiz ziyoda bo'lsin. Muhtaram azizlar, shuning bilan juma suhbati ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni Toshkent shahar Yashnobod tumanidagi Dorul Islom jome masjidi imom xatibi Muxtorjon domla Abdullayev bo'ldilar. Navbatdagi ko'rsatuvlarimizda uchrashguncha xayr deb qolamiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.